Iyo, hamma salom do'stlar. Sizlarga hozir do'stlar bugun ham bitta vlog bo'ladi. Davlat ichki ketamiz Qirg'izistonga, Qarako'yga. Mana shu mashinada akalarim bilan xudo xolasa 2 kun o'shatda bo'lamiz. Chiroyli joylarni maksimum olib beraman. Videoga xudo xolasa bitta mashinani ko'rsataylik. Mana shu mashinada 6 kishi ketamiz. Hyundai'da ko'rib turganinglardek Hyundai ichi Comfort. Mana polni. Shunaqa videoga like bosinglar, olmasin. Mana akamga yana bitta xuddi shunaqa ko'rsataman xudo xolasa. Otabekga hozir keladilar. Keyin video davom ettiraman. Do'stlar, hozir biz Peralga yetib keldik. 2,5 soat, 2 soatda yetib keldik. Peralga вообще zo'r yetib keldik. Mana zakat sizlarga endi chiqyapti. Hoppa. Shunaqa juda ham chiroyli. Havo zo'r, toza. Yana 3 soat qoldi, 3,5 soat. Xudo xolasa. Qashqadaryoga bormoqchi edim borib. Andijon do'sti chegasiga yetib boramiz. Xudo xolasa. So'kadilar hozir. Mana, shu mashinaga ketamiz hozir. Bo'ldi. Chegaradan o'tamiz. O'zbekistondan chiqish xudo xolasa mana. Kuritsa. Bu joydagi uylardan bor ekanni kuritsa deyman. Kuritsa dedi. Kuritsa. O'zbekistondan chiqish. Qirg'izistonga o'tamiz endi. Lekin nima bo'lsa ketaveradi. Xo'p do'stlar, Qirg'izistonga yetib keldik. O'shdan xudo xolasa. Ot mana globusda hozir bozorga qilgan keldik, mana hamma shu yerda. Keling. Yuring aka. Shunaqa. Hozir bozorga polner nech bu kelgani ham ko'rsataman, nech bu rahmat ketayotgani hammasini ko'rsatib, oydinlashtirib boramiz. Mana polni ko'rayotganinglardek ketamiz Targoy sentrga hozir. Mashinalar lekin hammasi inomarka, eski inomarka, lekin eskisi ham o'lganda ham, sheri ham o'lgan. Shunaqa kapichi. Krom. Voy! Katta, juda ham katta. Bunlar aylanlaring, kirinasini olib. Bu kirinasi yo'q. Bu kirinasi yo'q. Ko'ramiz bizniki. Yo'q, bu yo'q. Sachachadi yo'q. Ot, bozorlik qolamiz hozir. Sekin. Aylanat. Hop, bu to'ldi. Bo'ldi. Ham ko'targanlarini, ko'p ko'targan. Shunaqa hozir ofis hisob etamiz. Bo'ling, bu qancha chiqadi? Nechta chiqadi o'ylaysiz? 1,800 ta. Ko'ramiz. Men $2 oshadimmi? Primerdan. Xo'sh do'stlar, taxmin qilganinglar hozir qancha bo'ldi? Mana ko'rsanki. Itogo bizda 14,5 ming bo'lsa, bu g'dita 180 atrofida bo'lyapti. 70-180 atrofida bo'ldi. Da. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Da, biz $200 deyapti. Men $200 dedim. Akram aka 1,800 dedi. Primer shunaqa chiqdi. Вроде бы вообще zo'r chiqdi. Lekin Toshkentda bunaqa chek g'deta bir 3 milliondan 3 million bo'ladi. 3 million o'rtasida bo'ladi. Ko'rganinglarda 3 ta teleshga polni to'ldi. Hali yana olmagan narsamiz ham bor. Olinadi albatta. Hozir KFCga kirib, sekin ovqatlanib chiqamiz, chunki zavtrak ham qilinmagan hali. Umuman hech narsa qilinmagan. Ko'ramiz KFCda qanaqa ekan. Do'stlar, va nihoyat 12 soatdan oshiq yurib Qarako'yga keldik. Ko'rsatamiz ham. Albatta ko'rsatamiz. Voy, shuni qiyam chiroyli ekan.
kutmovdim bor, ishoninglar, juda ham chiroyli. Havo bor, o'pka mazza qilyapti. Va lekin akromga joylarni qarang, o'ynashyapti mazasi anaqalardan qilib. Shunaqa. Bu albatta videoni ko'rsatamiz keyin sizlarga ham. Вообще такой ekan. Like bosib qo'yinglar bola, like. Joylarga joylar borish kerak bor, просто. Hozir o'tirib oldim. Do'stlar, kechki payt ko'chaga chiqdik va nihoyat, juda ham zo'r. Hech narsa ko'rinmayapti, faqat mana bu yerda qorni qanaqa munosabat turishi, qorlari ko'rinyapti. Qorlari, tog'i qorlari. Qor izlari. Va pulni kotejlar ko'rinyapti, qop-qorong'i. Mana bu yerda bizning yonimizda to'siq qo'yilgan chegara, undan o'tishi taqiqlangan, javob berilmaydi deb yozilgan ekan. Endi xudo biladi, nimalar bor, nimalar yo'q, lekin boya bo'ri o'llaganda eshitdik. Shunaqa havo zo'r, juda ham bemalol kurtkada yuribmiz. Вообще zo'r. Mazza qilib toza havo. Endi ertalab quyosh chiqishi вообще zo'r bo'lsa kerak. Uni ham ko'rsam albatta videoga like bosish esdan chiqmasin. To'pa. Ana. Addishi. Keyin yuribdilar bemalol. Ishi zo'r. Bolalar mazza qilyapti. Ha, taxtib. Ixrob ketib qoldi. Даже mana shu bolalar tog'da yuribdi. Sen chiqolmayapsan tog'ga ukam. Bolalarning oqibatini qarang, o'tirib suhbatlashish. O'shada. Ana bizani kelib bir-birini so'kib yotibdi. Assalomu alaykum. O'tiring. Yana boshqalarni tunab, yana qochamiz. Bunday yashashimizning oxiri nima bo'ladi? Harom pul yutmasligini bildik-ku. Ertalab uyg'ondik. Eson-omon mana. Meni qilishyapti. Voy, itoch. Hozir olibdingiz ekan-chi? Voy, gidi chiqadi. Hozir tashqari ko'rsaman sizlarga sekund. Mana. Tashqari alohida tema. Qorlarni qaranglar. Vau. Shunaqa bugun ikkinchi kun, tepa 2 kecha 3 kunimizni qolganmiz. Erta chiqib ketamiz, xudo xolasa. Ungacha bugun poxodga chiqamiz. Ponni yurib, ko'rsaman sizlarga qanaqaligini, tepa tog'larga chiqaman. Atrofdan qalam yoki olganman. Albatta videoga like bosib, obuna qo'yishingizni chiqmasin. Faqat obuna like qilaman. Bossanglargina yaxshi ketadi. Yo, bo'ldi. Men ko'rsam, hali poxodga chiqishimizni aytdim, bo'ldi. Yana bayram o'tadi. Xo'p. Ertalabdan. Завтрак tayyor, ketdi aka. Ay, chiqing. To'xtam, qolib ketib qoldim. Mana. Qani? Ay, tutum chiqishini. Mana. Ana do'stlar, men yeyishdim. Ana qolmiz. Ana zo'r zavtrak bo'ldi, xudoga shukr. Ancha o'tdi, yemagan edi, to'yibamiz hozir. Operator ham ishimiz keladi, operatorlik qilmayaptilar. Bunaqa zo'r bo'ldi. Hozir dedi bir yarim soatlarda poxodga chiqib ketamiz. O'sha aytganimdek, mazza qilib, xudo xolasa. Ana idishlarni yeyman. Ana videolarni ko'ryapsiz. Yaxshi ko'rgan qizim Oyisa yoki adasi menga like bosib, ertasi kuni Instagramga uloqtiradi. Ishlayotgan. Nega qo'yi hamma narsani blokka deb olib yurman. Xudo xolasa. Hammasi yaxshi. O'sha like bosib qo'yinglar, bola obuna qo'yinglar. Ko'tarish kerak. Do'stlar, mikrofonni taqib oldim. Nimaga aytsanglar, zo'r yaxshi eshitish uchun va mana chiqdik. Sekin aylanib yurishga xudo xolasa. Masala bitta ko'rsatmasam bo'pti mana. Biz hozir o'sha taraflarga bormoqchimiz. Xudo xolasa, mana shu taraflarga. Mana har bir kottej o'z joy vidini qaranglar, chiroyliligini. Вообще zo'r. Hozir aylanib sekin, xudo xolasa 2-3 soat kamida boramiz. Mana. VIP Sky rahat. Bunaqa qilib kurtkalarni kirib yotibdi. Mikrofonni tushib ketib qoldi. Sizdan tegiga. Vau, qaranglar, bitta. Juda ham zo'r albatta. Hozir yana qizo'ra joy topib, agar ot kiyimni ish bo'lsa, ot kiyimni xudo xolasa
ko'rsataman sizlarga. Uzunlashmanglar. Qanchalar ham uchyapti-ya anta. Qo'yib qo'yingda, ham topini. Ha, videoga olsin. Naqsa rasm ham qo'yingda. Voy, chiroyliligini qo'ying. Vahshiy ko'rindi. Bola. Qaranglar, 1 2 3. Vahshiy zo'r bor. Xona qarang, o'rniga. Vay! Vay, to'g'ri qarang. Deb uchib ko'rindi shuni. Voy! Samanlar turib endi bilinmaydi. Faqat mana shu tog'larga chiqishini o'shaylar ekan. Chotki. Xo'p, mana manimcha chiroyli joyga kelib ko'rinadigan vobshe zo'r joy turibdi. Hozir biz ayaqqa chiqmoqchi edik. O'ylab qarasak vaqtimiz yetmas ekan. Otabek ham o'zlari chiqarkanlar. Otlarni yomon choptirishyapti. Lekin atmosfera vobshe zo'r. Qarang, tog'larni vobshe ko'rinyapti, ya'ni. Oppo, juda ham chotki. Kelish lekin stoyt 14 soat yurib, bemalol maza qilib ko'rib, voy, toza havoda kelasizlar. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं Ha, do'stlik qo'yasiz chiqdinglar. Do'stlar, kech payt bugun xudo xolasa oxirgi bu turimizni kechasi, ikkinchi kecha. Shunaqa qilib, hozir endi bir amallab xudo xolasa yoqdek ko'mirib, nima ovqat qilamiz? Tovuq ham turibdi. Tovuq barbekyu bo'ladi. Ikkiga kartoshka shunaqa zo'r vobshe chiroyli qanaqa. Mana qarata yeb tursangiz, ko'rsating tog'larni. Mana qanaqa yeb ichkarida oqibatimiz ko'rsatamiz. Shunaqa. Do'stlar, iltimos mehnatimizda like bosinglar. Sizlarga yoqadi, umuman erimasa hamma joydan vlog olma, hammani ezib yorib. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Menimcha yaxshi vlog bo'ldi. Oila davrasida ko'radigan umuman so'kinish, hech narsa yo'q. Shunaqa. Bizgacha yetib turamiz. Ko'rishamiz. Aka, rahmat. 15 minut, 20 minut bo'lib qor yog'ardi. Qor. Wow, o'zi ham zanimatsiya qilishli havo, ehso qilishli havo bo'ladi do'stlar. Vobshe zo'r havo bo'ladi, qarang. Qanaqalarda yelpa bersang qorda. Mana Siz buni kim uchun qilyapsiz? oila uchun, do'stlar uchun. Qorni qarang, zo'r. Ya'ni anaqa qolash kerak, ana. Birinchi qarorga nima qilmoqchidan sen bilan yurmoqchiman. Kelmi? Yo'q. Shunaqa qor yog'yapti o'sa, qazg'o bo'lib ketdi hozir. Zo'r. Vobshe zo'r bor. Ertalab nahordan chiqqanigan quyosh chiqishini namoz ko'ramiz. Vobshe chiroyli, bitta ko'rsatdim aka. Bitta chiqishini menimcha shu tarafdan chiqadi. Quyosh juda ham chiroyli ekan. Ertalab qor yog'ganini ham ko'rdik, bahorni ham ko'rdik, yozni ham ko'rdik. Juda ajoyib. Wow. Shunaqa yuqori kayfiyatda mamlakat manzarada uyg'onish, bunaqa manzarada uyg'onish tushunasizlarmi? Bu juda boshqa narsa. Men toza havo olganimda burnimlarim qonab ketdi. Bu narsa bilmayman, to'g'risi bu havo, bu quyosh chiqishi mana farqlash iloji degan aytaman. Menimcha shu joyda videoni tugatsa ham bo'ladi do'stlar.
Videoni ko'rgancha hammaga rahmat, ketkizgan vaqtingizga achimaysizlar degan umiddaman. Shunaqa vlog formatida sizlarga yoqadi bilaman. Shuning uchun mana shu kanalga obuna bo'linglar, tezroq 10 mingta qilishimizga kerak. To'g'ri, vloglar kam chiqyapti. Lekin sizlar like bosib, kommentariy yozib, izohlarda fikringizni qoldirsanglar, men yana boshqacha vloglar qilishga harakat qilaman. Lekin tabiatda bunaqa vlog o'zim uchun ham juda ham zo'r bo'ldi. Bo'lmasa, keyingi videoda ko'rishguncha.